Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQShning Erondan keyingi nishoni aytildi. Agar zarur bo'lsa, AQSh qo'shinlarini Eronga yuboramiz. Tramp. Shavkat Mirziyoyev Xomanayning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Kim Chen In Eronga yordam qo'lini cho'zmoqchi. Netanyahu tirik, u xavfsizlik bo'yicha yopiq uchrashuv o'tkazdi. Pichoqlarni charxlash uchun eng yaxshi va zamonaviy yangi ko'rinishga ega moslama keldi. Pichoqlarni sifatli va tez o'tkirlaydi. Asosi qattiq metalldan, titandan 4 marta qattiq. Foydalanish oson. Uyingizda shaxsiy charxchingiz bo'ladi. Aksiya narxi 79 ming so'm. Uyingizdan chiqmagan holda buyurtma bering. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizda berasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Agar zarur bo'lsa, AQSh qo'shinlarini Eronga yuboramiz. Tramp. Tramp AQSh Eron hududida quruqlikdagi amaliyot boshlashni istisno etmadi. AQSh Eronga qarshi keng qamrovli urush boshlash ehtimoli bor. Men ularning hududiga quruqlik qo'shinlarini yuborishim mumkin, buni istisno qilmayman, dedi AQSh prezidenti. Ta'kidlash joizki, hozirda Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi quruqlik amaliyotini o'tkazish uchun Yaqin Sharqda yirik kuchlarga ega emas. Netanyahu tirik, u xavfsizlik bo'yicha yopiq uchrashuv o'tkazdi. 2-mart kuni Eron tomonidan Isroil hududidagi hukumat obyektlariga uyushtirilgan navbatdagi raketa hujumlaridan so'ng halok bo'lgani aytilayotgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ommaga ko'rinish berdi. Netanyahu sobiq bosh vazir Naftali Bennett va muxolifat yetakchisi Yair Lapid bilan birga Bayt Shemesh shahrida Isroil AQSh qo'shma operatsiyasi yuzasidan xavfsizlik bo'yicha yopiq uchrashuv o'tkazdi. Ular Eronga qarshi olib borilayotgan operatsiyani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Bosh vazir jurnalistlarga bergan intervyusida operatsiya qat'iy davom etishini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bu kurash nafaqat Isroil, balki butun insoniyat uchun ahamiyatga ega. Shuningdek, u Eron xalqini zulmdan xalos bo'lish kuni yaqinlashayotganini aytgan. Eron xalqi zulm bo'yinturug'ini yechib yuboradigan kun yaqinlashmoqda. Bu insoniyat uchun kurash, degan Netanyahu. Naftali Bennett esa har bir harbiy harakat Eronning uzoq yillar davomida shakllangan harbiy tizimini zaiflashtirishga qaratilganini bildirgan. U Isroil fuqarolarini qat'iyatli bo'lishga, xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga va birdamlikni saqlashga chaqirgan. Shavkat Mirziyoyev Xomanayning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkianga Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayning vafoti munosabati bilan ta'ziya izhor etilgan maktub yo'lladi. Bu haqda Eronning O'zbekistondagi elchixonasi xabar berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron Islom Respublikasi prezidenti Mas'ud Pezeshkianga yo'llagan maktubida Islom inqilobi rahbari Oyatulloh ul Uzmo Said Ali Xomanayning shahodati munosabati bilan hamdardlik bildirdi, deyiladi elchixona xabarda. Qayd etish joiz, bungacha Shavkat Mirziyoyev Yaqin Sharqdagi vaziyat tufayli Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari xalqiga hamdardlik bildirgan hamda Ummon sultonligi va Iordaniyani qo'llab-quvvatlagan edi. AQShning Erondan keyingi nishoni aytildi. Erondagi vaziyat fonida Vashingtonning navbatdagi e'tibori Kubaga qaratilishi mumkin. Bu haqda AQSh Respublikachilar partiyasi senatori Lindsey Graham Fox News telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Navbatdagisi Kuba, ularning rejimi qulaydi, ularning sanoqli kunlari qoldi, deydi Lindsey Graham. Senatorning so'zlariga ko'ra, yaqin vaqt ichida Eronda amaldagi hokimiyat tizimini parchalanishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, joriy yilning 28-fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy operatsiya boshladi. Kim Chen In Eronga yordam qo'lini cho'zmoqchi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen In Eronga raketa yetkazib berish imkoniyatini istisno qilmasligini ma'lum qildi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, hozircha bu bayonotdan keyin amaliy qadamlar tashlanadimi yo'qmi aniq emas. Ilgariroq ommaviy axborot vositalari Pxenyan Eronning raketa dasturlariga norasmiy tarzda yordam bergan bo'lishi mumkinligi haqida xabar tarqatgan, ammo bu ochiq bayonotlarsiz amalga oshirilgani aytilgan. Agar yetkazib berish rasman va ochiq tarzda yo'lga qo'yilsa, bu Koreya Xalq Demokratik Respublikasining mojaroga amalda aralashuvini anglatadi va mintaqadagi kuchlar muvozanatini jiddiy o'zgartirishi mumkin. Tahlilchilarning qayd etishicha, Eronning zaiflashishi yoki qulash ehtimoli mintaqaviy muvozanatga jiddiy zarba bo'lishi mumkin. Xomanayning rafiqasi ham zarbalar oqibatida vafot etdi. Joriy yilning 28-fevral kuni AQSh Isroil tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida Oyatulloh Ali Xomanayning rafiqasi Mansureh Hojastih Bakhirzoda ham og'ir jarohat olgan. 2-mart kuni u ushbu jarohatlar oqibatida vafot etdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Qayd etilishicha, 79 yoshli Mansureh Hojastih Bakhirzoda joriy yilning 28-fevral kuni sodir bo'lgan hujumdan buyon koma holatida bo'lgan. Shifokorlarning
sa'y-harakatlariga qaramay u hayotdan ko'z yumgan. U 1947-yilda tug'ilgan bo'lib, uzoq yillar davomida Eronning birinchi xonimi sifatida jamoatchilikdan nisbatan chetda hayot kechirgan. U ijtimoiy va xayriya faoliyatlarida ishtirok etgani aytiladi. Trampning bo'ynida sezilarli darajada qizil toshmaga o'xshash iz ko'rinmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning tashqi ko'rinishidagi bu o'zgarish bugun ijtimoiy tarmoqlarda va matbuotda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Urush fonida AQSh prezidentining sog'lig'i va jismoniy holati milliy xavfsizlik masalasi darajasida ko'riladi. Ayrim kuzatuvchilar buni o'ta yuqori darajadagi stress yoki charchoq alomati deb baholamoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi shifokorlar va foydalanuvchilar buni oddiy teri allergiyasi, ustara pichog'idan kelib chiqqan ta'sirlanish yoki hatto dermatologik muolaja asorati bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Eron 48 soat ichida 60 ta strategik maqsadga hujum qildi. 700 dan ortiq dron va yuzlab raketalar uchirdi. Shavkat Mirziyoyev Yaqin Sharqdagi o'zbekistonliklar evakuatsiyasi bo'yicha topshiriq berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaqin Sharqdagi vaziyat tufayli ushbu mintaqadagi o'zbekistonliklarni evakuatsiya qilish bo'yicha bosh vazir Abdulla Aripovga topshiriq bergan. 2-mart kuni Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan videoselektorda O'zbekistondagi aviakompaniyalarga Fors ko'rfazi davlatlarida bo'lib turgan o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rish topshirig'i berilgan. Barcha zarur choralar vaziyat bilan bog'liq holda tezkorlik bilan amalga oshirilishi belgilangan. Agar Hormuz bo'g'ozi bir oyga yopilsa, Yevropada gaz narxi 130% ga oshishi mumkin. Bloombergning ma'lum qilishicha, kemalar harakatining bir oylik to'xtashi Yevropadagi narxlar va Osiyodagi spot narxlarini 1 million butu uchun $25 gacha ko'tarishi mumkin. Bu taxminan 130% lik o'sishdir. Agar uzilishlar 2 oydan ortiq davom etsa, Yevropada gaz narxi 1 megavat uchun €100 dan oshib ketishi mumkin. Shu bilan birga Yevropa va Osiyo bozorlari hozircha narxlarda Eron bilan bog'liq xatarlarni deyarli hisobga olmayapti. AQShda esa ta'sir minimal bo'ladi. Mamlakat yirik eksportchi hisoblanadi. Uning suyultirish quvvatlari esa allaqachon deyarli to'liq yuklangan. Xamenei oilasiga qonli zarba, 14 oylik nabirasi ham halok bo'ldi. Reuters agentligi xabar berishicha, Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xameneining qizi, nabirasi, kuyovi hamda kelini AQSh Isroil zarbalari oqibatida halok bo'lgan. Manbaga ko'ra, hujum Eron hududida amalga oshirilgan navbatdagi aviazarbalar paytida sodir bo'lgan. Rasmiy Tehron hozircha ushbu ma'lumot yuzasidan batafsil izoh bermagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Xameneining 14 oylik nabirasi ham bor. Qizaloqning jasadi vayronalar orasidan topilgani aytilmoqda.